Assalomu alaykum qadrdonlar. Bir haftacha video ola olmadim. Ayrim oilaviy sabablarga ko'ra 2-3 ta joyda ishlab keldik. Ular videoga olamadim. Endi xudo xolisa bugun kechqurungi ishimiz bor. Bugungi videomiz nima bo'ladi? Xudo xolisa bugun qanaqa ish topish haqida bo'ladi. Toshkent sharoitida qanaqa ish topsak bo'ladi, shu haqida bo'ladi. E'lon chiqarib, hozir e'lon yopishtirib chiqamiz. Domla ko'p qavatli uylarga jarayonlarni ko'rsatib boraman, xudo xolisa. Keyin bitta joyda ish ko'ramiz kechga, santexnika bo'yicha. Va kechqurun ishimiz bor. Ikkita lustra qo'yib berishimiz kerak. Esinglarda bo'lsa, zazimlenali nima tortib berish kerak edi. Pechga, oshxonaga sim, ko'ripli va olib kecha. Qaycha olding? Ha, olib kel. Rangli chiqibdi. Ha? Rangli chiqarib. Reklamamiz shunaqa bo'ladi. Hozir buni o'rtasidan kesib, qanday qilib domlari e'lon taxtasiga, ko'p qavatli bilan e'lon taxtasiga yopishtirib chiqamiz. Reklamalarimizni mana shunaqa domni tagiga e'lon taxtasiga ilamiz. Ilayotganim ko'rsatdim. O'zbekistondan Xitoy bo'lib ketdi. E'lonni ko'ryapsizlar, raqobat o'ta kuchli. E'lon shu ko'rinishda yopishtiriladi. Normalniy, stabil har kuni ish bo'lishi uchun kamida mingta yopishtirish kerak. Shundan keyin har kuni bo'lmasa ham ko'proq ish bo'ladi. Keyin OLX va Instagramdan ham berib turish kerak ekan. Sog' bo'ling. Qadrdonlar, yopishtiramiz. Raqobat kuchliligini qarasanglarchi. Toshkentda non topish qiyin. Lekin shunda ham urinib ko'rish kerak. Deb uyga borib yig'lab o'tirsang ham bo'lmaydi. Harakat qilish kerak. Mashina olamiz. Keyin kelib olamiz. Yoki chet elga surish kerak. Ikkita yo'l bor-da. Shunaqa mehnat qilasan, bo'lmasam chet elga ketish kerak. Qiyin Toshkentda. O'rtoqlar, mana 1 soatcha bo'ldi. 1 soat, 1,5 soatda 50 tacha e'lon yopishtirdik. Lekin bunaqa ishda umuman uyalmash kerak edi. Yopishtirayotgan paytingda orqangdan kelib qarab turadi, yomon xijolat bo'lasan. Bezni shuni yoqib olib, basharani bez qilib olib ishlash kerak. Bugungi maqsadimiz 500 ta e'lon yopishtirish. Shu bilan 1000 taga yetib qoladi umumiy yopishtirgan e'lonlarimiz. Shunda stabil har kuni ish bo'lib qolsa kerak. Hozir ham yonmasin. Endi baribir maqsad firma ochmoqchimizda. Aksiyanlik qilib, xohlasa mahallada ham akalar, ukalar bor, ularga ham ish qilib berib, brigada bo'lib, patkuch uy bitirishga shunaqa olish niyat bor. Boshlanishiga endi mana shunaqa hamma ishni o'zim ishlab ko'rayman. Ustaka bilan. Bo'yin o'sadi. 50 tadan yopishtirib olamiz. Konditsionerchi aka bilan tanishib qoldik.
Uni ham berib yubordim. Vizitkani bu ham menga berib yubordim. Mana shunaqa ustalar bilan kelishib nima qilsanglar, unda ham ko'p bo'lib qoladi ish. Mendan ham so'rab qoladi, "Kansini ustunovka qilasizmi?" Qo'limdan keladi, uydagilarni o'zim qo'yganman. Prosta kompressorim yo'q-da. Shuning uchun bu ham palon pul turadi. Keyinchalik konditsioner ham qilaman, xudo xolisa. Hozircha akalarni aytib turamiz. Do'stlar, bu boyagi e'lon yopishtirish videosining davomi. Boya aytdim, kechga vizifimiz bordi. Lustra qo'yib berishimiz kerak, ikkita. Eski mijoz edi u. Zaliga 3 ta rejimda yonadigan led yalagan sifat lustra qo'yib berdik. O'shani olib oshxonaga qo'yib berishimiz kerak. Zaliga keyin chiroyliroq lustra qo'yib, yotoqxonasiga ham bitta lustra qo'yib berdik. Jami 3 ta lustrada. O'shani hozir borib ish jarayonlarini videoga olib qo'yaman. Kuzatishda davom etinglar. Rahmat hammaga. Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar. El que se enoja, mi amor, pierde un turno y se baja en esta estación. Tenemos saldo deudor con el mundo ahí afuera. Hagamos algo mejor, queda claro. Estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. Vamos a ver todo lo que hay. No te asustes, mi amor. Disfrutemos al palo de nuestra canción. Vamos a ver todo lo que hay. No te apures, mi amor. Despacito, este bardo es mucho mejor. Es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Qué tal? Vengo a saldar las deudas con mi existir. Que el dolor y el temor firmen pactos de alquimia con nuestro vivir. Ese pasado y tu cruz siempre cargan las alas de tu razón. Todo es parte de un plan que vamos escribiendo para vos y para mí. Queda claro. Estamos todos acá de paso. Yo me la banco porque sé que estoy con vos. Sí. Vamos a ver. Mana do'stlar, 25 talik avtomat o'rnatib berdim. Zazim liniyani ko'rp orqali tortdim. Tortdik o'rtog'im bilan. Bu yoqdan keldi. O'rnatib berdim. Gaz filtragida zazim liniyali ham avtomat qo'yildi. Keyin mana bu nima havo tortishga. Xudo xolisa endi bitta konditsionerga hozir sim tortib berib ketamiz shu bilan. Lustra endi keyingi safarga qoldi. Soat ham 12 bo'lib ketdi. Hammaga rahmat.